Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Baxi L1P 24 kilovatli konturli gazli kotyolni unboxing qilamiz. Ya'ni raspakovka ruschasiga. Kotyol energiya effektivligi bo'yicha A kategoriyaga kirar ekan. 24 kilovat. Отопление tizimini isitish 30 gradusdan 80 gradusgacha bo'ladi. Issiq suvniki esa adashmasam 36 dan 60 gradusgacha. Mana shu 24 kilovatlik kotyol 200 kvadrat metrgacha mo'ljallangan ekan. Demak, buni komplektiga keladigan bo'lsa, bu mo'risi. Tak, buni chetga olib turamiz. Demak, endi kotyolni ochamiz. Komplektida gaz shlankasi. Bularni montaj uchun alohida o'zim sotib oldim. Mo'rini qotiradigan xomuti, relay напряжения komplektida bo'lyapti. Gaz filtr. Keyingisi gaz reduktori bo'ladi. Va oxirgi komplektiga narsa, tak, bitta qo'lda olish sal qiyin bo'lyapti. Mana bu stabilizator. Shu tokni 220 qilib kotyol kuymasligi uchun o'rnatilgan stabilizator bo'ladi. Endi kotyolning mo'risiga keladigan bo'lsak, mana bunday bo'ladi. Bu adashmasam yo nержавейка, по-моему shu nержавейкаdan. Uzunligi ustida yozilgan mana. Ichidagisi 60 va 60 li turba bo'ladi, ustidagi 100 li. Uzunligi 1 metr. Yana bitta narsa, bu kronштейniga qo'shib, bular ichida shu devorga qotiradigan mana shu Bazello brendidan o'zimizni rebranding qilingan asli Xitoyni kotyollaridan. Ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Mana bunday knopkalari suv va отопление uchun. Mana bunday. Mana o'rtadagisi gazniki, ikkita yonidagi issiq suv, sovuq suv va bu yoq burchaklarda отопление uchun ulanadigan, turba ulanadigan joylari va rozetkasi bor. Kotyolni yana qo'shimcha ichidan chiqadigan narsasi bu. Mana bunday garantiyli taloni. Buni kotyolni o'rnatganingizdan keyin o'sha importyor firmani, o'sha servis sentriga aloqaga chiqib, telefon qilib chaqirasiz, ular kelib ko'rishadi. Keyin shu kotyolni yoqib berib, o'sha mana bu talonni to'ldirib anaqa berishadi. Tak, keyin bu instruksiyasi. Instruksiyasida yozilishi bo'yicha bu kotyolga qayerda edi hozir? 2 yil garantiya berilar ekan. O'sha ishlab chiqaruvchi yoki importyor tarafdan. Lekin bitta minus tarafi menga yoqmagani, bu instruksiyada shu ishlab chiqaruvchi haqida yoki o'sha importyor haqida na kontaktlari, na veb-saytlari, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Faqat o'sha kotyolni foydalanish bo'yicha instruksiya bo'lgan.
Bu yerda hech qanaqa kontaktlari, ular bilan aloqaga chiqish uchun yo boshqa danniylari yo'q yoki mana shu brend haqida informatsiya, yana ko'proq informatsiya bilish uchun veb-saytlari yoki o'sha o'zlarini qanaqadir ijtimoiy tarmoqlardagi unaqa linklari yoki o'sha ma'lumotlari qoldirilmagan. Prosta instruksiya. Bitta minus tarafi mana shunisi bo'ldi. Endi ko'ramiz ishlatib uстановка qilib. Endi ushbu kotelni o'rnatish videosini keyingi videolarda qo'yib boraman. Video yoqgan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.